Rosh aka qanday? Kelinglar shashlikka. Mana endi bitta shashlik qilamiz. Bugun sana nechi? Ahror aka? Ha? 24-iyun 2023-yil. Shashlik tayyorgarligi. Mana Dilshod aka. Samarqand Sila. Ilhom aka. Qashqadaryo silayman. Ilhom aka. Qanday deb qo'ying? Yaxshi zo'rmi? Yomon ko'raman. Qashqadaryo Sila. Qashqadaryo nima edi? Sila. Samarqand Silada baribir. Agami? Maqta farsh shashlik bo'layapti. Ahror aka ijodida, maqta Suroj aka ijodida. Farsh shashlik deb. Bu farsh, bu kuskovoy bo'layapti. Mana farsh. Lekin kuskovoyga talab katta. Suroj aka boshchilik. Endi kuskovoy yarim kilo go'shtdan bo'layapti. Bu 3 kilo go'shtdan. Kuskovoy. Shashlik zo'r kuskovoy. Mana bo'lib yotdi. Shashlik. Mana qara. Yangi paketda. Bo'lib yotdi. Ustiga mana paket yo'q. Yo'q, ustacha buni. Tasha. Yo'q, halima. Sal tursin aka. O'zini yeyolsin. O'rsiz zo'r bo'ladi. Oqarib qoldi limon bilan yo'q. Mana. Ertaga buni pishmay qoldan shu ustacha. Mana bu pishib bitadi. Bundan ichib bitadi. Mana bu ustacha yarim paket ustacha berdik. Qachida qoladi. Aytib qo'yay, bu yerda bu go'sht sigir go'shti pishmaydi. Shuning uchun zo'r anaqa qilishi. Mana pishib ketadi ham, mana pishmaydi. Misolan.